Dünya mehr-muhabbatga muhtoj deyishdi. Lekin bu so'zni har kim o'z o'yi bo'yicha tushunishdi. Asli bilsak, bir tal gulni uzmasdan uningga hayotlik berish edi muhabbat degan. Notunish biriga illiq salom qilish edi muhabbat degan. Birodarlarimizga, yaqin yo'riqlarimizga yaqinlik, xush muomalada bo'lish edi muhabbat degan. Bilmaganga o'rgatish edi muhabbat degan. Paylari to'zg'an qushni o'vsiga ilib qo'yish edi muhabbat degan. Ko'zi yoshliq birining yoshlarini surtish edi muhabbat degan. Yiqilgan yaqinimizning qo'ldan tortib yo'lash edi muhabbat degan. Quyoshga, suvlarga, tuproqqa, bizga bag'ishlagan har bir ne'matlarga Allohga minnatdorlik bildirish edi muhabbat degan. Biz muhabbatni erishish deb bilganligimiz uchun mahrum qoldik. Mahrumiyatlarimizni boshqalardan ko'rganligimiz uchun o'zimizni baxtsiz sandik. Shundaq bir kun kelib, parcha-parchalarni oldiga yaysa, o'z azobini suyib bag'riga tangadigan kishilarimiz bor ediki, har kim kishini o'z g'irchida o'lchab o'rgangan vaqtda kishiga azor qilishni huquq, gumon g'ayvat qilishni kasb qilganlar bilan safardosh bo'lganligimiz uchun o'zimizni yanada baxtli sanashga ehtiyojimiz bor. Bir kuni shogird ustozdan so'rabdi. Ustoz, biz nega qaytamiz? Ustoz javob beribdi. Har bir odamdan mehr-muhabbatni ko'rsang, qaytgan makoning mehr-muhabbat bo'ladi. Har bir odamdan aybni ko'rsang, qaytgan makoning faqatli qorong'u zulmat bo'ladi. Qalbingga qarab boq. Kunda uchirgan odamdan nimani ko'ribsan, nimani beribsan? Boshqalardan nimani ko'rsang, qaytgan makoning dal shu deb javob beribdi.